lekin bu inson huquqlarini buzish va shartnomani buzish. Bu hokimiyatda o'ta haqoratli Kechirim iste'mol so'radim, qilish. ortiqcha gaplar shart emas. Nima uchun nega meni olib bordingiz sizga turmushga chiqish uchunmi? Nima buni xohlarkanmanmi? Men shuni aytyapman. Otam gap boshlagan uchun birdan shunday dedim. Xo'sh, bu vaziyatda men nega aralashdim? Agar onam bu haqida bilsa, siz bilasizmi, u qanchalik norozi bo'lishini? Salom. Qo'lingizdan kelganini qilyapsiz, to'g'rimi? Oyi, tashvishlanmang. Bizning prezidentimiz bunday odam emas. Uni urib yubordingmi? Hech narsa bo'lmadi, xavotir olmang. Unga tonnalar spirtli ichimlik ber. Xavotir olmang dedim. Xavotir olmayman shekilli, men bergan ko'rpani bilasizmi? Uni u yerda albatta urib yubor. Oyi, nima dedingiz? Bir muddat bunday qilmang. Albatta men uxlayapman, menga ko'rpa berdingizmi? Albatta oyim, men unga g'amxo'rlik qilaman, yaxshi, xavotir olmang, xayr.